Ba'zi bir yigitlarimiz, yosh yigitlarimiz ibodatga borishadi, masalan, Makkaga, Madinaga, umralarga borib kelishadi. Kelganlardan keyin bittadan takbir aytadigan bo'lib olishadi. To'g'ri, ularda endi imom xatiblar hammasi Hanbali mazhabidagi imom xatiblar va ibodatni shu tarzda ular amalga oshirishadi. Endi inson o'sha yerga borib kelgandan keyin mazhabini o'zgartirib olish kerakmi? O'shanda yo'l tutish kerakmi? Nega biz bugungi yoshlarimiz boshqalarga ergashib ketish holati ko'proq? O'zini do'ppisini kiymaydi. O'zini otasi kiygan do'ppisini kiymaydi, lekin boshqalarning do'ppisini kiyib oladi. Bugun yoshlarimizni yurish turishi, kiyinishi o'z qadriyatiga, o'z ajdodiga, o'z ulug'lariga, o'z zamin ulamolariga taqlid qilish kerak. Azizlar, biz ergashtirgan xalqmiz. Biz o'z aqidasida sobit bo'lgan xalqmiz. Va buni tarafidan sharafga, izzatga ega bo'lgan xalqmiz. Asrlar osha kelayotgan bu qadriyat ulamolarimiz. To'g'ri, mustaqillikdan keyin biz boshqalardan yo'l qurilish, masalan, imorat qurilishda andoza olishligimiz, taqlid qilishligimiz mumkin edi, ehtiyoj bor edi. Lekin e'tiqod borasida, ibodat borasida, musulmonchiligimizda bizda zarurat yo'q edi bizda. Biz o'sha davrlarda ham, mustaqillikdan keyingi davrlarda ham o'z ulamolarimizga ega bo'lgan xalq edik. Lekin ba'zi bir yoshlarimiz afsuski mana shunday noboblarga ergashib ketdilar. O'zini mazhabi qolib, otasi falon mazhabda asrlar osha, chunki imomidan, ulamosidan eshitgan shu e'tiqodda. Lekin bugun kelib o'g'il otasiga xilof qilyapti.